8 yoshli bola qanday qilib kattalar qiynaladigan imtihondan o'tdi? Shekspirning sirli uyi qayerda bo'lgan? Va Eron sohilida qanday ulkan shahar qad rostlaydi? Bugunning eng muhim xabarlari bilan tanishing. Navoiyda haqiqiy vunderkind paydo bo'ldi. Bor-yo'g'i 8 yoshli maktab o'quvchisi chet tilidan murakkab B2 sertifikatini qo'lga kiritdi. Ko'pchilik yillab o'qiydigan darajani bu bolakay qanday zabt etgani hammani lol qoldirmoqda. Turkiya dunyo savdo yo'llarini o'zgartirmoqchi. Financial Times'ning yozishicha, Anqara Hormuz bo'g'oziga muqobil bo'ladigan o'rta koridor loyihasini faol oldinga surmoqda. Bu kelajakda yuklarni tashish tezligi va xavfsizligini tubdan o'zgartirishi mumkin. Sun'iy intellekt ish o'rinlarini egallamoqda. Meta kompaniyasi katta miqdordagi xodimlarni qisqartirishni rejalashtiryapti. Sabab kompaniya resurslarini yangi AI texnologiyalariga yo'naltirmoqchi. Sizningcha, robotlar bizni almashtira oladimi? Londonda asrlar davomida yashirinib qolgan sir ochildi. Olimlar buyuk William Shekspir yashagan uyni aniq manzilini topishdi. Afsuski, bu uy bizning kunlargacha saqlanib qolmagan. Lekin tarixchilar uchun bu yilning eng katta kashfiyoti bo'ldi. Eron cho'l o'rtasida Fors ko'rfazi sohilida 150 ming kishiga mo'ljallangan mutlaqo yangi markaziy Makran shahri qurmoqchi. Bu loyiha mintaqaning yangi iqtisodiy markaziga aylanishi kutilmoqda. Kunning eng muhim xabarlari mana shular edi.